Uyg'urlar hozir boshiga nima solyapti? Uyg'ur bilan hozir bizning nimamiz bir xil. Meni aka-ukamning ham bolacha hammamiz bo'lmasa g'ing qaytib ertanimizni o'ylab, aka-ukamizni o'ylab, ishimdan ayrilib qolishni o'ylab, hammamiz nima o'tiraveraylik bo'lmasa, qul bo'lib, nima o'tiraveraylik. Ya, or nomus bormi? O'tirib olasizlardan Alloh saqlasin, Alloh unday qilsin, Alloh unday qilsin. Bo'ldi, g'ing qaytmaysizlar bilan. Qayerda zavod bor? Qayerda nima bor? Shuni suratini olib yuboringlar, toza o'lib qolgan bo'lsalaring ham. Ha. Aytsan mag'lub qimirlar, gapirasizlar, gapirganlaring hech bola emas-da. Ertaga kelib bola chaqangni shunday sudrab olib ketadisizlar deb. Bola chaqangni sudrab, seni-ku olib ketadi-ku, xotin bola chaqangni xotin qiladi ular. Qizlaringni langa qiladi. Qizlaringni dangal-langa qiladi. Ilo bezni murdat bo'ladi qizlaring. Sen dayus bo'lib ketaverasan-ku, dayus bo'lib ketaverasan. G'ing qatmaysan sen lekin. Mana shunday. G'ing qatmaysizlar. Xudo saqlasin. Tinchlik kerak. Osmon musaffa. Qo'y, borayin. Bu yil to'y qilishim kerak. Ha, bu yil mashina olishim kerak. Shu bilan umr shu bilan o'tib ketadi. O'zi bu dunyoga nima keldilar? Mana u imomning chaponini kiyib olgan, hali hukumatning tepasida diniy idoraga o'tirib olgan haligi o'g'rilarga aytaman. Ana u hammani taqvodorlikka chorlaydigan, davlatdan uzoqroq yurishini bizlarga nasihat qiladigan. Bu yerda keyin xalqni, kambag'allarning nonini o'g'irlaydigan, o'g'irlar to'g'risida hech narsa gapirmaydigan. Ana o'zini imom deb yasha. Ular imom emas, ular o'g'irlar, ular cho'loqlar, ular cho'loq mullalar, o'g'irlar. Imomning haligi chaponni kiyib olgandagi aldab nima qilib yotganlar bular, o'g'irlar. Dinimizda ham bor, unaqangilarni padarigalanadi, unaqangilarni. Duo qilolmaydi. Haligi qiladi, eshitib ol. O'ylama, Makkaga borib keldim, namozimda o'qiyapman, sadaqamni beryapman, zakatimni beryapman, raqamni qilyapman. Men siyosatga aralashmayman, aniqdan nima bo'lyapti, mana yeb qo'yayotganlar ko'zim ko'rmaydi, ishim yo'q. Naryoqda Sharqiy Turkistonda jigarlarimizni so'yayapti, o'ldirayapti, qamoqda qizlarni zo'rlayapti, kafirlarga beryapti. Mana bu yerda atrofingdagi, mana shu yerda atrofingdagi qizlaring turmushga chiqib ketyapti. O'shalarni ko'rganim yo'q, bilmayman, aralashmayman, men siyosatga aralashmayman. Ertaga tinch ketaman deyotgan bo'lsang adashasan. Balani yetsan sen. Yoshing nechiga boradi? 2 metr soqol qo'yganmisan? Menga farqi yo'q. Jannat emassan sen. Sen birrema azobga Azroilning oldiga borasan. Shunday jahannamga borasan. Jahannamga. Sen umid kutma. Jannatga kiraman deb. Yo'q. U bekorda aytdi. Senlar haligi Alloh adolatli chunki. Sizlar uni shaxsiy mulklaringga aylantirib olmaysizlar. Qur'onda ham yozib turibdi. Zolimga, zulmga, qonxo'rga, Yajuj-Majujga qarshi chiq deb. Sizlar u siyosatkorlar, bu siyosat emish. Siyosat bekorda aytibsan, bu siyosat emas, bu falokat. Alloh bizni shu yerga qoqib qo'ygandir. Attaylar mana shu qani qaytaragan, mana shu qullarim qaytaragan deb mo'sh biz qoqib qo'ygandir. Lekin sizlar mana shu nonko'rlik qilyapsizlar. Eshitlaringmi? Cho'loq mullalar. Aytayapman sizlarga. Xalqim bunaqalarning orqasidan namoz o'qimanglar umuman. Umuman bularga sadaqa ham bermanglar. Bu dasturxon yoqdan ham oylik oladi. Keyin sadaqa ham oladi bular. Mana yerda xalq tashlagan pulni ham oladi. Kaptiv oladi, 2-3 ta xotin oladi bular.